Bugun sizlarga Amir modeldagi gologimizni yangi materiallardan tayyorlab chiqqanmiz. Har xil ranglardan bor mana. Bir qator hammasini ko'rsatib o'tamiz. Kimgadir mo'yshi material kerak, kimgadir tukli material kerak, kimgadir rangi qorarog'i kerak, kimgadir ochrog'i kerak. Hammasidan bor. Xohlagan rangingizdan chiqarib beraveramiz. Mana shu gologimiz Toshkentdan zakaz qilishgan buni. Mo'yshi materiallarda tayyorlab berdik. Razmerlarni ham o'ziga qarab ozgina o'zgartirish kiritilgan razmerlariga puflarni ham bittadan qo'shib berganmiz. Kimgadir shunaqa gologlar kerak bo'lsa ham zakaz bo'yicha ham xohlagan razmerlaringda, xohlagan ranglaringda yasab beraveramiz. Uzunligini ham xohlagancha qilib yasab beraveramiz. 10 metr, 20 metr farqi yo'q. Zakaz bo'yicha narxlari ham har xil chiqadi. Narxini aytmayman. Narxi ozgina farq qiladi. Bu tomonda mana standart razmerdagi gologlarimizning narxlarini aytib o'tib ketaman. Gologning razmeri 2.30, bu tomon 4.30. Komplektda 3 tadan puflari, plus stollari ham bo'ladi. Materiallari ham tukli material. O'ta chiroyli bo'lib mana to'g'lanib turadi. Kamerada unchalik ko'rinmayapti-yu, lekin o'ta chiroyli qilib ishlangan. Qo'llariga ahamiyat berib qo'yasizlar, o'ta chiroyli dizayn bilan ishlangan bo'ladi. O'tiradigan yerlari ham kengina qilib ishlangan. Bemalol o'tirib nevaralar bilan choy ichib o'tirishga o'ta chiroyli. Mana shu polli komplegtimizning narxi $710. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Stollari ham komplekt ichida kiradi. Hozir stollarni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonda boshqacha ranglardan ham bor. Mana stollarimiz shunaqangi stol bo'ladi. Stol MDFdan baquvvat qilib ishlangan. Oyoqlari ham. Bu stolimiz uncha suv tiysa ham yo'q, uncha suv tiysa ham ishib ketmaydigan material. MDF material. Bu gologlarimiz mana stol qo'yilgan holatda shunaqangi holatda turadi. Buni uyingizga qo'ygandan keyin o'ta chiroyli bo'lib, chiroqlar tushishiga qarab boshqacha tovlanib turadi. Bundan tashqari boshqacha ranglardan ham bor. Kimga qanaqangi ranglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Videoni ko'rib bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Bundan keyingi videolarimizda nimalarini video qilaylik. Savollaring bo'lsa yozib qo'yinglar. Boshqacha ranglar kerakmi yoki razmerlari kerakmi? Pastdagi telefon nomerlariga aloqa qilib zakaz berishlaring mumkin. Kimda qanaqangi savollar bo'lsa ham yozib qo'yinglar. Mana shu gologimiz ham ranglariga e'tibor berasizlar. Uyga qo'yganingizda ham o'ta chiroyli, bagatti bo'lib turadi bular. Mana shu gologimiz razmeri 4.30 ga 2.30, komplektda 3 tadan puflari ham bo'ladi. Amir modeldagi gologlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz yangi materiallarda. Mana shu polli komplektimizning narxi $710. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib hoziroq zakaz bering. Sizga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hozirgi kungacha 500 dan ortiq mijozimizga yetkazib berdik. Chiroyligina qilib xizmatini qilishyapti. Kimgadir u gologlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqa qilib zakaz bering. Sizga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying.